Topic to o'qish savollari 40 namunasi. Menga qarab takrorlang. Mobil telefon ekranidagi savolni o'qing va javobni bosing. Barcha savollarni tugatgandan so'ng, pastdagi natijani ko'rish Results tugmasini bosing. Har bir savol ostidagi izohni o'qing va Topic to o'qish 40 savollarini mashq qiling. EAC Topic bu Topic mashq dasturi bo'lib, haqiqiy Topic testiga teng darajadagi pullik mashq testlarini kompyuter va mobil telefonda taqdim etadi. EAC Topic'ning pullik mashq testlari orqali chet elliklar Topic testini mukammal tushunib olishlari mumkin. Google'da EAC Topic deb qidirib bizning veb-saytimizga tashrif buyuring. EAC Topic yordamida siz Topic ballaringizni eng tez fursatda oshirishingiz mumkin. EAC Topic. eactopic.kr